Korrupsiya bu mansabdor shaxsning o'z lavozimidan foydalanishi, ya'ni sovg'a salom olishi, pul olishi. Korrupsiya qanday hollarda mavjud? Korrupsiyaning turlarini sanab o'tsak, poraxo'rlik biror bir shaxsning, mansabdor shaxsning biror bir ishni bajarishi evaziga pul talab qilishi. Tanish-bilishlik bu tanish-bilishlar orqali ishni hal qilish, lavozimidan foydalanish. Bu biror bir ishni bajarish evaziga o'sha lavozimdan foydalanish huquqini suiiste'mol qilish. Davlat mol-mulkini talon-taroj qilish. Bunda xalqning pulidan o'z ehtiyojlariga ishlatish. Davlat mol-mulkini talon-taroj qilish. Ya'ni bunda xalqning mol-mulkini o'z ehtiyojlariga ishlatishdir. Korrupsiya qaysi yo'llarda xavflidir? Bu qonunni buzadi, adolatni yo'q qiladi, davlatni rivojlantirishni pasaytiradi, fuqaro tizimga dushman bo'lib qoladi. Yoshlar kelajagiga to'siq bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurashish barchamizning burchimizdir. Keling endi buni qonuniy tomonlama ko'rib chiqamiz. Korrupsiya qilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq bir nechta turdagi javobgarliklarga qo'llaniladi. Bu turdagi javobgarliklar jinoyatning og'irligi, shakli, miqdoriga qarab belgilanadi. Asosiy javobgarliklar quyidagilardan iboratdir. Jinoyat javobgarligi Jinoyat kodeksi asosida poraxo'rlik, pora olish, pora berish, katta miqdordagi pora olgan, pora bergan shaxs 5 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Vakolatni iste'mol qilish. Mansabdor shaxs vakolatini o'z vakolatlaridan shaxsiy manfaat uchun ishlatsa, 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Davlat mol-mulkini talon-taroj qilish. Bu ham katta jarima yoki qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik. Korrupsiya holatida jinoyat darajasi yetmagan bo'lsa, ma'muriy choralar qo'llaniladi. Jarima solinadi, mansabdan chetlashtirish yoki lavozimni egallash huquqidan mahrum etiladi. Fuqarolik huquqiy javobgarlik. Davlat yoki boshqa shaxslarga yetkazilgan moddiy zararni qoplash majburiyati. Intizomiy javobgarlik. Ish joyidan bo'shatilish, hayfsan yoki ogohlantirish berish. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar quyidagi moddalarda keltirilgan. 210-modda pora olish. Bu modda mansabdor shaxsning o'z xizmat mavqeyidan foydalanib moddiy ne'matlar olgan holatlarni nazarda tutadi. Jazosi 3 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, mol-mulkni musodara qilish, muayyan mansablarni egallash huquqidan mahrum qilish. 211-modda pora berish. Bu modda fuqaroning yoki tashkilot vakilining mansabdor shaxsga noqonuniy tarzda pora berish holatini qamrab oladi. Jazosi 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish. Eslatma: agar pora bergan shaxs o'z ixtiyori bilan bu holatni fosh etsa, u javobgarlikdan ozod qilinadi. Hozir korrupsiya haqida odamlarga bir ikkita savol berib, ularning fikrini bilishga harakat qilamiz. Agar bir joyda pul bermasangiz, ish bitmaydi desa nima qilgan bo'lardingiz? Yo, endi vaziyatga qaraymiz. Odamimiz pul bermaydigan ilojini qilamiz. Qanday odam pul topsa bo'ladi? Ilojini qilsa bo'ladi. Vaziyatga o'tishgan. Agar bir joyda pul bermasangiz, ish bitmaydi desa nima qilgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Avvalambor hozirgi paytda masalan o'zim sohimdan kelib chiqib aytayotgan bo'lsam, hozir pulsiz ish bitadi. Negaki ilm faqat rol o'ynayapti bizning sohamizda, ya'ni tarjimonlik. Agar tarjimonlik sohasida til bilmasangiz ishlamaysiz. O'zingizga ham minus bo'ladi, qiyin bo'ladi. Odamlar nima uchun korrupsiyaga qo'l uradi deb o'ylaysiz? Inflyatsiya yuqori. Inflyatsiya yuqoriligi emas, siyosiy tizim avvalambor. Boshqa siyosiy tizim bo'lishi kerak. Inflyatsiya bilan aholi daromadlari ko'payadi, lekin shunga moslashib inflyatsiya ko'payadi. Qattiqroq qonuniy choralar ko'rish kerak, pora olganga ham, berganga ham. Odamlar nima uchun korrupsiyaga qo'l uradi deb o'ylaysiz? Ish bitmaganda qo'l uradi hozirgi paytda. Tezroq bitish uchun, bitishni xohlashmaydi ko'pchilik. O'sha sabrsizlik uchun qo'l uradi.